uchun o'qituvchi bo'lishga qanchalik layoqatli ekanligini ko'rsatadi. Ha, sizdan bir narsa so'rasam bo'ladimi? Bu nima? Unga qarshi jang qilmoqchi bo'layotganingizni birgina sababi shumi? Agar men uni mag'lub eta olsam, men unga bir istagimni aytaman deb o'ylayapman. Endi men borib tayyorlanaman. Nima haqida gaplashdingiz o'zi? U usta Berilni jangga chaqirmoqchi. Agar u g'alaba qozonsa, usta Berilga nima istayotganini aytishini aytdi. Nima bu degani u sevgisini tan oladimi? Kecha ham u juda zavqlanganga o'xshar edi. Qo'mondon go'zal va aqlli, qattiq qo'l ekanligini hisobga olsak ham, u juda mehribon. Agar u o'z his-tuyg'ularini tan olsa, biror bir erkak uni rad etadimi? Xayrli tong! Xayrli tong! Hamma juda yaxshi harakat qilmoqda. Xayrli tong, ustoz. Xayrli tong. Bu vaqtda mashg'ulotlar zalida bo'lishing odatiy hol emas. Mashq qilish uchun kelgansan, shunday emasmi? Ha, men siz bilan yog'och qilishlarda jang qilmoqchi edim. Ha. Delegatsiya tez orada yetib keladi. Shuning uchun men qilichimni mashq qilishim kerak deb o'yladim. Agar bunga qarshi bo'lmasangiz albatta. Tushunarli. Menimcha mashg'ulot bunga yetarli bo'lmaydi. Demak, hozir boshlaymizmi? Ha. Handblitz, boshlash uchun signal ber. Xo'p bo'ladi. Alyusiya bilan jang qilganimga ko'p yillar bo'ldi. U hozir orden komandiri. U bor kuchi bilan jang qilsa, men g'alaba qozona olmayman. Hech bo'lmaganda bu unga biroz mashq qilishiga yordam beradi. Ustoz, odamlar meni nima deb atash haqida hech aytib berganmanmi? Hozir aytishga nima deysan? Bu biroz madaniyatsizlik, lekin odamlar meni chaqmoqdek tez Alyusiya deb ataydi. Boshlandi.